Ustoz, Alini prezidentlikka qaytarishni so'rayman. Tezdan tarqalib ketishda Alini aybi yo'q. Hammasiga aybdorman. Nima jazo bo'lsa men hammasiga tayyorman. Faqat prezidentlikka qaytsin Ali. Aziz, Ali. Yaxshimisan? Yaxshi. Sani gapim bor. Xullas, men bugun direktor oldida kirdim. Sani prezidentlikka qaytarishingni iltimos qildim. Aybim bo'ynimga oldim. Mayli ur, xolasi ham jag'imni chiqar, men roziman. Lekin Sherzod ustoz bilan qo'shma darslarga qatnashishim uchun qo'l qo'yib bermasang bo'lmaydi rozilik xatiga. Yulduz, boshida seni uramoqchi bo'lib, bo'lar bo'lmas xatti-harakatlar qildim. Darslarimni qidirmoqchi edim o'zi. Bu degani sen chiroyli emassan yoki menga yoqmaysan degani emas. Men aytganingdek hatto jetski mod nimaligini ham bilmaydigan odamman. Bu xatdan maqsad meni kechir iltimos. Sherzod ustoz bilan qo'shimcha darslarga borishim uchun ikkinchi betdagi ruxsatnomaga qo'l qo'ymasang ham mayli. Lekin meni qanchalik aqlim ishlashini ko'ra olmaysan. Meni kechirsang bo'ldi. Hali seni shaxmatda yutaman.